Cigerpare, yürek yare, sıkılsa ten ara canım. Vatan derdi, gemi, milletle ölsem yoktur erman. Mukaddes din, millette, vatanda her cefa görsem, budur men bahti ikbalım, şereflik bahri ünvan. Dariha, vatanımni gayrılar zorlap besip algaç, yürek bağrım, küyüp kanım, kızıp kaynaydır vicdanım. Büyük tarihi azat milletim kulluğa aylangaç, fakat takat kılalmay örtünüp yanmaktı her yan. Tur ey Türk erleri, bu ar namuslu güldürmezsin. Tenin ırgat, küzün aç, baş göter evladı Turan'ım. Oğuzhan, çoğun babam ebrseyyat, atıla buğralar. Büyük kök tuğlarını da kökke yetti ah tartkan. Büyük altın kümüş ordu kurulgan çağlı şoltuğuna kucağla turganımda aksı arman yok kızıl kan. Erişmek erkin azatlıkka hakkani güreş birle asar ettin vatan milletini kutkazmak menin şan. Ulul Tanrım büyük devranımızını asliga keltir. Ekit asli ekindisuni fazilen birli rahman. Sakal saçım kızıl kanga uyanmastın kaza kılsam, yumulmastın küzüm dilde kalır hasret ve arman. Erişmek erkin azatlıkka hakkani güreş birle asar ettin vatan milletini kutkazmak menin şan. Abdülaziz Mahsum şiirdir. Müstakillikni tilga almaslik şartı asida Şarkı Türkistan'ın davasını halkaralaştırışga urinishning üze vatan milletga qilingan eng vahshiy haqorat, eng büyük xiyonet, haddidan oshgan sotqinlik ve haillikten başka narsa emasdir. Selamun aleyküm, aziz muhterem vatandaşlarım. Men Anvar Yusuf Turani, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümetiga vakaleten Xitoyning işgali astidagi yurtimiz Şarkı Türkistan'a mustaqillik emas, inson haqlari ve demokratiya şuarlari ostida Avtonomiyani targ'ib qilib, Şarkı Türkistan'ning mustaqillik davosini yo'qotishga urinmoqda bo'lgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi ve uning himoyasi ostidagi Uyg'ur Amerika uyushmasi ve gerçi o'zining jismi Amerikaning poytaxti Washingtonda bo'lsa-mu, lekin ro'yi dunyosi yanada Xitoy tarafidan boshqarilayotgan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limidagi bir qism muxbirlik sifatiga hech salohiyati to'shmaydigan go'rohbaz, janbaqti Uyg'urlardan iborat ta'tir dumbaqchilarning qilmishlarining vatan davası bo'lmasdan bir quruq g'avg'o ekanligi haqida har biringlarga bayonan berib o'tmoqchiman. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqi Turkiston xalqining inkor qilib bo'lmaydigan faqat birla davosi mavjuddir. U bo'lsa-mu, Sharqi Turkistonning istiqlol, ya'ni mustaqillik davosi bo'lib, hargizmi ishg'oliyatchi Xitoylar ve ularning himoyasi ostidagi Xitoychilar targ'ib qilmoqda bo'lgan atalmış demokratiya, erkinlik ve inson haqlari shuarlari ostidagi Uyg'ur Abdunum, ya'ni muxtoriyat davosi emasdir. Istiqloldan iborat bu muqaddas davoga qarshi chiqish yoki uni burmalash vatan millat qilingan eng buyuk haqorat ve xiyonatdir. Bo'libmi hür dünyada elip verilayotgan milliy hareketimizni mustaqillikni tilga almaslik shart ostida elip berishning o'zi haddidan oshgan ahmoqlik ve büyük cinayettir. Bundan başqa yana o'zlarining mustaqillikni tilga almaslik
xavfsizlik şartı asıda elib beriyotgan taslimchilik hareketlerine qo'shib, mustaqillik şuarları asıda muqaddas yurtimiz Sharqi Turkistonni Xitoy ishg'olidan qutqizish yo'lida mücadele qilmoqda bo'lgan Sharqi Turkiston surgundagi hukumatidagi organlarni yoki mazkur surgundi hukumatining xalqarodagi yuzi bo'lib tanilmoqda bo'lgan men Anvar Yusuf Turanidek shaxslarni yo'qotishga urinishning o'zi chekidan oshgan rezillik va xayrlikdir. Beş yıldan beri kurulmagan yoki kuralmagan surgundagi Sharqi Turkiston hukumatini qurish va uni mang'izish yoki mang'iz almaslik Xitoy va xitoychilar aytgandek sharmandalik bo'lmasdan bundaq bir hukumatni qurmaganlik yoki qurolmaganlik bo'libmi qurilgan hukumatni o'zlarini bir Sharqi Turkistonlik deb turibmi Xitoyga o'xshashlar sabablarni ko'rsatib yoki har xil insonning aqli qabul qilolmaydigan bahonalarni tepib tunimaslik yoki uni vayron qilishga urinishning o'zi uchiga chiqqan sharmandalikdan boshqa narsa emasdir. Nomus qilmay hech bir zaman birlasholmaydigan vatan va millat parvarlarimiz Sharqi Turkiston xalqini Xitoyning bo'yinturqidan qutqizishni maqsad qilgan holda qurilgan mazkur surgundi hukumatimizga qarshi xuddi tasbih toshlarga o'xshash tizilib birlashib mazkur surgundi hukumatimizga qahramonlarcha hujum qildi va dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan xuddi Xitoyga o'xshashlar mazkur surgundagi hukumat qarshi norozilik bildirib Sharqi Turkiston surgundagi hukumatini tunimaydiganlik haqida tuvandagi qarornomani 2004-yili 10-oyda o'zining tor betida e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komissiyasining a'zolari 2004-yili 9-oyning 14-kuni Amerikada qurilgan Sharqi Turkiston surgundagi hukumati haqida tuvandagi qarornomani birdak ma'qulladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur xalqining Sharqi Turkiston ichidagi va sirtidagi eng yuqori darajali manfaatiga vakillik qilish sifati bilan Sharqi Turkistonning erkinligi uchun tinchlik bilan harakat elib boradigan qonunliq tizimlatilgan va tunilgan har qanday tashkilotni desteklaydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi agar yangidan e'lon qilingan Sharqi Turkiston surgundagi hukumati o'zining rasmiyat jarayonlarini tamomlab Amerikada faoliyat elib berishga rasmiy salohiyat kinishkisi olsa va Amerika hukumati tarafidan rasmiy tunilsa, ondan biz ular bilan hamkorlashamiz. Ey o'zlarini Uyg'urlarning pirlari qilib ko'rsatayotgan hukumatchilik ziyolilar va diplomatlar, men sizlarga shuni yana bir qatim ta'kidlab o'tayki, Amerika hukumatining davlat asos qonunida cheklanmagan har qanday harakat va Amerika hukumati va xalqining manfaatiga ziyonliq deb qaralmagan har qanday tashkilot yoki organ va uning faoliyatlari qonunli bo'lib hisoblanib, qonunliq rasmiy organ ekanligini isbotlab berish talab qilinmaydi. Bu sebepten mazkur surgundagi hukumatimiz Amerika hukumati nazarida qonunsuz debla